Do'stlar, barchaga xayrli kun. Toshkentga restoranga mana shunaqa idish naborlar tayyorlab berdik. Hozir bularni sizlarga ketma-ket ko'rsatib beramiz. 38 diametrdagi lagandan 60 dona qilib berdik. Gullari marjon. Keyingisi 32 diametrda. Buni ham toshli. Bundan 100 dona qilib berdik. Keyingisi 28 diametrda bir pors oshga mo'ljallangan O'zbekiston Toshkent yozuvlari bilan. Bunisidan 150 ta qilib berdik. Keyingisi 25 razmerdagisi har xil salat narsalarga bundan ham 150 ta qilib berdik. Keyingisi 32 diametrda chekasini gulli qilib berdik. Kesilgan qilib shundan so'rashdi. Bundan 50 dona qilib berdik. Keyingisi 30 razmerda O'zbekiston Toshkent yozuvlari bilan chekasini gulli qilib berdik. Bundan 80 dona. Keyingisi oysimon salatnitsamiz. Bunga o'zlarining firmaning salatlarini solishar ekan, shunga 60 dona tayyorlab berdik. Mana shunaqa bakal so'rashgan O'zbekiston yozuvlari bilan choy ichishga bundan 150 dona qilib berdik. Mana shunaqa vazacha, bu stol ustiga gul, har xil dekor narsalar qo'yib qo'yishga bundan ham so'rashgan. Bundan 150 dona qilib berdik. Mana shunaqa chaqchuq soladigan, bunga 5 xil chaqchuq solsa bo'ladi. Mayiz, pista, bodom, har xil narsalar. Bundan ham 60 dona qilib berdik. Mana yaqinlar yana polniy obzor. Kimga shunaqa idishlar uyga, restoranga kerak bo'lsa, chiroyli qilib tayyorlab beramiz.